Nogironligi bor bolalarni uy ta'limi bilan ta'minlash tartibi. Uyda o'qishi mumkin bo'lgan bolalar, ruhiy rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan bolalar, aqliy rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan bolalar uchun harakatlanish a'zolarini qo'l, oyoq, bel nuqsoni bor bolalar, uzoq vaqt davolanishi kerak bo'lgan bolalar. Masalan, oyog'ining bir qismi kesib tashlangan bola maxsus protez yoki aravachada maktabga bormoqchi. Lekin maktabda aravachada yurish uchun sharoitlar yo'q. Mana shu holatda nogironligi bor bola uy ta'limida o'qitiladi. Maktabda yoshiga qaraganda 2 yosh kichik sinfda o'qiyotgan o'quvchilarni ham uyda o'qitishga ruxsat beriladi. Masalan, 10 yoshli bola 4-sinfda o'qishi kerak, lekin nogironligi bor bolaning holati 10 yoshda 2-sinfda o'qishga to'g'ri kelsa, uni uyda 2-sinfda o'qitish mumkin. Dars vaqti bolaning nogironlik holati hisobga olinishi shart. Uyda o'qiydigan bolaga dars beradigan o'qituvchiga qo'shimcha oylik to'lanadi. Sog'lig'i sababli maktabga bora olmaydigan bolalarni maxsus shifokor xulosasi bilan uy ta'limida o'qitish mumkin. Shifokor xulosasini nogironligi bor bola doimiy yashaydigan joydagi poliklinikadagi tibbiy maslahat beruvchi shifokorlardan olishi mumkin. Shifokor xulosasini olish uchun nogironligi bor bolaning ota-onasi yashash joyidagi poliklinikaning tibbiy maslahat shifokorlari nomiga ariza bilan murojaat qilish kerak. Tibbiy maslahat shifokorlariga bolaning kasallik tarixidan ko'chirma, kasallik bo'yicha shifoxona xulosasi, zaruratga ko'ra boshqa tekshiruv javoblari beriladi. Tibbiy xulosani olish uchun murojaat qilgan kundan boshlab 3 kun ichida bola tekshiruvdan o'tkaziladi. Tibbiy xulosa 6 oy yoki to'liq o'quv yili uchun beriladi. Tibbiy xulosani olgandan keyin nogironligi bor bolaning ota-onasi bolani uy ta'limida o'qitish uchun maktab direktori nomiga ariza bilan murojaat qiladi. Maktab direktoriga beriladigan arizaga qo'shiladigan hujjatlar: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi nusxasi, baholar tabeli, tibbiy maslahat shifokorlarining xulosasi. Maktab direktori arizani olgach 3 kun ichida tuman shahar xalq ta'limiga yozma murojaat qiladi. Bolaga maktab fanlaridan tashqari logoped, psixolog, defektolog va boshqalar kerak bo'lsa va bu mutaxassislar maktabda bo'lmasa, boshqa joydan olib kelinishi kerak. Uyda o'qitishni tashkil qilish tartibi: o'quvchining yoshi, ruhiy holati, oldin qaysi sinfgacha o'qiganiga qarab, sinf jurnaliga va o'quvchilarning harakatiga daftariga kiritiladi. O'quvchi Xalq ta'lim vazirligi tasdiqlagan o'quv rejaga ko'ra o'qitiladi. O'quv rejasidagi haftalik o'qish soatlari: 1-4-sinflar haftada 8 soat o'qitiladi, 5-9-sinflar haftada 10 soat o'qiladi, 10-11-sinflar haftada 12 soat o'qitiladi. Dars jadvalini o'qituvchining sog'lig'iga qarab maktab va ota-onalar birgalikda tuzadi. Jismoniy rivojlanishi bor o'quvchilarni uyda Jismoniy rivojlanishda nuqsoni bor o'quvchilarni uyda o'qitish tartibi maktab o'quv dasturiga ko'ra tuziladi. Ruhiy rivojlanishda o'ziga xos bo'lgan o'quvchilarni uyda o'qitish tartibi davlat maxsus maktabining o'quv dasturiga ko'ra tuziladi. Jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun bir dars soati 45 daqiqa. Ruhiy o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan o'quvchilar uchun bir dars soati 40 daqiqa. Nogironligi bor bolalarni uyda o'qitishda ota-onalarning huquqlari: farzandining huquqlarini himoya qilish, darslarni o'z vaqtida bo'lishini nazorat qilish, o'qituvchining ruxsati bilan darslarda qatnashish, farzandining o'qishi uchun kerakli paytda o'qituvchi, psixolog, defektolog va boshqalardan maslahat olish, farzandini o'qitayotgan o'qituvchidan qoniqmasa, uni boshqa o'qituvchiga almashtirishni so'rab, maktab direktoriga murojaat qilish, dars jadvalini tuzish, o'quv darslarini tuzish bo'yicha taklif berish. Nogironligi bor bolalarni uyda o'qitishda ota-onalarning majburiyati: farzandining o'qishga ega bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash, shifokor tavsiyalari va farzandining kun tartibi haqida o'qituvchini vaqtida xabardor qilish, dars o'qish uchun o'qituvchiga sharoit yaratib berish, o'quvchining sog'lig'i haqida maktab direktorini vaqtida xabardor qilish, o'qituvchi darsga kelmay qo'ysa, bu haqida maktab direktorini xabardor qilish, farzandi uy vazifalarini bajarilishini ta'minlash.